Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Keyingi obyektimiz SSR paytida qurilgan eski domlar 2 xonali kvartiramiz bo'ladi. Agar videoda oxirigacha ko'rsangiz, qanchalik o'zgarganiga baho berib keting. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Videoyim juda ham foydali. Agar siz ham shunaqa 2 xonali domni remont qildirmoqchi bo'lsangiz, qilingan dizaynlarga qarab turib, o'zgartirib qildirsangiz juda ham o'z uchun foydali bo'ladi. Kvartiramiz juda ham achinarli holatda, juda ham eskirgan. Peredelka ishlarimiz bor. Rom donlarini olamiz. Turlicha holatga keltirib olamiz. Pollarimizni ham polностью chiqarib yuboramiz. Parket bosamiz. Xo'p, oshxona tomonimizni ham ikki tomonga oshxona qilamiz. Bu eshigimizni 10 sm ga kengaytiramiz. Xudo xolasa inshaalloh videoni kuzatib boringlar. Yangi holatini ham obzor qilib beraman inshaalloh. Mana xudo xolasa shpakilovkalarini qilib, tiyagalarni yopishtirib, musa qilingan holati. Xudo xolasa lustra bira qo'yilgandan keyin, galagenlardan keyin juda ham chiroyli holatga keladi. Yana ham o'zgaradi. Baho berib qo'yasizlar. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Kafillarimiz yopishtirilgan holati. Bu yerga mana eshik o'rnatiladi. Kuxnamiz, kuxnani o'rni, gaz plitani o'rni natijnolar qilingan. Tomonimizga, balkonimizga tiyagalarni antenni rom donalariga baho berib qo'yasizlar. Ro'para tomonimizga, TV zonamizga antenni rang qilingan. Patologlarimiz oppoq holatda. Spanli xonamizga ham shkaflarning o'rnida gipsokarbon donalari qoldirilgan. Mana xudo xolasa asbesheni o'rnatganimizdan keyin biralar, lustralar qo'yilgandan keyin diodlar bilan juda ham chiroyli holatga keldi. O'zingizlar baho berib qo'yinglar. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Zallarimiz ham, spannilarimiz ham juda ham go'zal holatda chiqqan. Ishimiz sifatini ko'rsatib beradi bu asbeshenalar yonganini, qay darajada tekizligini, qilgan mehnatimizni. Biralarni ham o'zimiz uydagilar bilan maslahat qilib, o'zimiz dizaynlarini o'zimiz tanladik. Hammomimiz ham asbeshena qo'yilgandan keyin juda ham chiroyli, ixchamgina hammom bo'ldi. Kafillar yopishgandan keyin dushovoylarini, unitazlarini qora rangda qo'yganmiz. Bu tomonga oshxonani joylashtirdik. Koridordan kira urishida kuxunni xaladelniklari antenni shu xonaga qo'ydik. Tomonda eshiklar kengaygandan keyin gaz plitalarimizni balkon tomoniga qo'yganmiz. Patologimizni natijnoydan foydalandik. Juda ham go'zal holatga keldi. Yopishtirgan lepkalar tiyagalariga baho beringlar, tekizligiga. Juda ham domni o'zgartirib yubordi. Kvartiramiz juda ham o'zgartirib yubordi bu holatlar. Hozir mana zal tomonga o'tamiz. Zal qismimizga ham bitta baho berib qo'yinglar. Galagenlardan keyin, asbeshenalardan keyin qay darajada o'zgarganini, pardalar ilingandan keyin, uvalovlar qo'yilganda juda ham go'zal holatga keldi. Uydagilarni ham didi zo'r ekan. Menga juda ham shaxsan o'zimga yoqdi olingan narsalari. TV zonamiz ham televizor qo'yilgandan keyin biralar bilan go'zal holatga keldi. Konditsionerda o'rnalarini qo'yilganmiz. Galagenlarni qo'yilgandan keyin remontimiz juda ham o'zgartirib yubordi. Spanli xonamiz ham juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bosh tomonlariga mexki qo'yilgan. TV zona tomonlariga tiyagadan ideyalar qilib berganmiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.